Endi bu xabarni diqqat qiling hurmatli vatandoshlar, bu bir sazgur xabar. Kompartiyaga munosabatlik bo'lsinmi, shundaqla sizga bizga munosabatlik sazgur bir xabar. Siyosiy byuro asosiy qonunni o'zgartirish huquqini oshkorladi. Ahmediy tasavvurdan olqib tushdi. Mavzuli xabar 12-27 kuni Manmetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Biz so'zlayotganlik şeylerimiz davomli deb keldik. Asosiy qonunni qachon o'zgartirishlar deb. Hozir navbat kelgan o'xshaydi, Jungoda asosiy qonun o'zgartirish boshlandi. Lekin shunga diqqat qilingki, 2013-yil 2-oyda Janubning saharimi qaysi bir gazet asosiy qonunni mustahkamlash va asosiy qonunni ijro qilish to'g'risida bir ikki pocha maqol yozganligi uchun taqilib ketgan edi. Bugun 5 yil o'tgandan keyingi bugungi vaqtda hozir Jungo Kompartiyasi 2-oy yoki 1-oyda 2-qatimliq umumiy yig'inda asosiy qonunni o'zgartirishni muhokama qilishga qaror qildi. Hurmatli vatandoshlar. Buni tahlilimizda anglashlar. Markaziy siyosiy byuro asosiy qonun o'zgartirish huquqini oshkorladi. Ahmediy tasavvurdan ortiq. Bugun shin xo'sha tarqatgan xabar. Jungo Kompartiyasi Markaziy siyosiy byurosi 27-kuni yig'in chaqirib kelar yil 1-oyda Beijingda Jungo Kompartiyasining 19-navbatlik markaziy komitetining 2-umumiy yig'inini chaqirdigan bo'ldi. Yig'inning kun tartibi asosiy qonunning bir qism mazmunlarini muhokama qilish va o'zgartirishdan iborat. Xalqning huquqi o'zliksiz beyg'am bir varaq qog'oz. Asosiy qonun bir davlatning negizli qonunudir. Asosiy qonun deganda avval kishilar Leninning haliqi danglik hukmini eslaydi. Ya'ni Lenin asosiy qonun xalqlarning huquqlari yozilgan bir parcha qog'ozdir. Demak, asosiy qonun deganga Kompartiya Bolsheviklar partiyasi Rossiyaning qanday muomala qildi? Asosiy qonun degan ismni masxar qilyapti. Demak, kommunist deganda Bolshevik deganda qonun ko'z qarashi bo'lmaydi. Xalqning huquqi o'zgarmaydigan narsa emas. Davrning taraqqiyotiga erishib asosiy qonunda berilgan huquqlar, fuqarolar huquqi o'zliksiz to'liqlanadi. Beyiydi. Hozirgi asosiy qonun 1882-yil o'zgartirish kirgizilgandan keyin boshlab hozirgacha 4 qatim o'zgartirildi. Har qatimliq asosiy qonun o'zgartirish xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyalarini aks ettirdi. Har qatim asosiy qonun o'zgartganda yer ishlatish huquqini o'tinib berishga bo'ladi deyildi. Oilaga ko'tarib berish tuzumi tiklandi. Xususiy mulkchilik huquqi, yer sotib olish, to'lam to'lab berish asosiy qonunda qo'g'daldi. Kishilik huquq kapolati asosiy qonun kirgizildi. Rasma yer ishlatish huquqi deganda faqat Uyg'ur avtonom rayonida ijara berilgan Uyg'ur dehqonlarining qo'lidagi yer ishlatish huquqini o'tinib berishga bo'ladi deyildi. Mana shunday deyildi. Demak, o'tinib berishga bo'ladi degan mushu qalpoq, mushu hukm ostida Uyg'ur dehqonlarining qo'lidagi yerlarni tatib olib Xitoy ko'chmanlariga topshirib berdi. Birinchi qatim asosiy qonun o'zgartirilganda davrning tamg'isi chunqur selinib, besilib, xalq ommasining o'xshash bo'lmagan tarixiy davrlardagi huquq talablari partiya va hukumatning xalq qalbi va xalq irodasiga moslashishning natijasi bo'lib hisoblandi. Xalqning huquqi Kompartiya huquq yurgizishning negizlik nishoni sifatida partiyaning harakat programmasiga elinib, o'xshashli qadam-qadam siyosiy va siyosat hukmlarini qonun hukmlari qilib muqimlashtirib. Ko'rdingiz, biz Xitoyda qonun nima deb kelyapmiz? Qonun emas. O faqat siyosatni hukmlashtirish yoki modellashtirish deb kelyapmiz deyimizda. Siyosatni modellashtirish Xitoyning nazarida qonun. Lekin o bizning nazarimizda qonun emas. Biz o qonunshunosku emasku. Lekin o'zimizning turmushiga tatbiqlaganda, millatning turmushiga tatbiqlaganda Xitoy qonun da'vatgan narsa esa qonun emas. Xalqning huquqi kapolat qilgan sub'ekt partiya va hukumat darajasidan yuqori davlat darajasiga ko'tarilib. Demak, bu yerda qonun yoki asosiy qonun bu davlatning ishi, partiyaning ishi emas, apandilar.
parlamentning ishi, xalq vakillar qurultayining ishi. Partiya bilan hech qanday aloqasi yo'q. Hozir partiya o'zi qonunning o'rda qo'yilib 68 yildan beri. Huquq partiya qonun. Qonun partiya, partiya qonun. Mana majungucha qonun tushunchisi. Xalqning huquqini qo'g'dashmi partiya va hukumatning irodasidan o'stirilib, xalq va davlat irodasi ko'tarildi. Demak, armiya davlatning, qonun davlatning. Qonun davlatning nomida e'lon qilindi. Alayda tilga ilishib tegishlik bir tarafi shuki, qonun bo'yicha davlat boshqarish 1997-yil asosiy qonun o'zgartgan, asosiy qonun kirgizilib, shundan keyingi 18 yil mobaynida asosiy qonun va qonun elimizda misli ko'rilmagan bir holda hukumatga, hurmatga sazovor bo'lib qolmasdan, balki allaqachon huquqliq organlar siyosat yurgizishning chiqish nuqtasi va asosliq vositasi bo'lib qolmay, xalqning huquqini unumli va to'liq kapolatga qil. Nima degan chiroyli gaplar. Ey, bugun men sana savol qo'yay. Ey, Xitoy, ey. Bizning vatanimiz mustamlik Uyg'uristonda 4 yoshli bolalarni qo'l qilib turmaga tashilding. Ey, ma gaping bilan o'z qaysi rost? Ey, Xitoy, ey. 19. Qurultayning dokladi xalqni yadro qilishda ching turish ko'rsatildi. Xalq tarixni yaratgan, partiya va davlatning istiqbolini, taqdirini belgilaydigan asosli kuchdir. Quruq gap, aldamchilik bilan tuzilgan jumlalardir. Xalqqa e'tibor berishning darajasi asosi qonunda xalqning huquqini o'zliksiz mukammallashtirishda atrofli kapolatga ega qilishni talab qiladi. Balki texnik to'liqlangan, yetilgan asosiy qonun o'xshashli xalqning huquqini texnik unumli kapolatga ega qiladi. Bular quruq gap. Lekin hozir sen nemishqa dal mushu kunda asosiy qonunni o'zgartmoqchi bo'lib qolding. Oxirda so'z deymiz.